Tug'ilgan kun bu oddiy kun emas. Yaqinlaringizni tabriklar TV loyihasi orqali xursand qiling. Jonli qo'ng'iroqda sevimli boshlovchingiz Go'zal Izzatovna. Alaykum. Matlubaxon onajonim, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Onajon, avvalambor bugungi tavallud ayyom payg'ambarimizga ummat bo'lgan shodiyonali kuningiz muborak bo'lsin deymiz onajon. Rahmat. Ilohim umringiz ziyoda, tanu joningiz sog' bo'lsin. Yaratgan Allohim sizni doimo o'z panohida asrasin. Yaqinlar, oila a'zolaringiz vaqtiga esa hamisha o'zingizni ehtiyot qilib yurishingizni tilab qolamiz onajon. Rahmat. Rahmat, sizga ham salomat bo'ling. Onajon, mana daqiqalarda biz sizni tabriklar TV teleradio loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Hamda kamina ushbu loyihaning boshlovchisi Go'zalxon bilan jonli tarzda muloqotda bo'lib turibsiz onajon. Rahmat sizga ham. Ushbu quvonchli kun, shukronalik ayyomingiz munosabati bilan sizni muborakbod etish, qutlash maqsadida bizning loyihamizga eng yaqin insoningiz tomonidan sizga yetkazishim kerak bo'lgan ajoyib bir tabrik xatlarimiz bor qo'limda. Sizningcha, onajon, mana shunday tabriknomalarni yaqinlaringiz orasidan kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Taxminlaringiz bormi onajon? Muxlisam. Yaqin keldingiz. Ha? Yaqin keldingiz. Kim Kamolmi? Bugungi quvonchli kuningiz bilan albatta sizni judayam qattiq yaxshi ko'rib qadrlovchi, mehribon, qadrli bo'lgan farzandlaringiz tomonidan kelin qizingiz Nargizaxon opamiz nomlaridan hamda o'g'lingiz Kamoljon akamiz, qizingiz Muxlisaxon opamiz, nabirajolaringiz, evarajolaringiz tomonidan mehribon keliningiz hamda farzandlaringiz sizni mana shunday quvonchli kun, tavallud ayyomingiz bilan muborakbod etib qoldilar onajon. Rahmat. Sog' bo'lsin. Baxtimga hammalarga ham qo'sha qarisin. Yaxshi kelinlik yo'li qilsin. Ilohim rahmat bolam. Rahmat, sizga ham minnatdormiz. Ijozat bersangiz, onajon, mehribon kelin qizingizni bugungi quvonchli kuningizga atab yo'llanilgan tabriknomalarni, dil izhorlarni sizga o'qib eshittirsak, maylimi onajon, ruxsat berasizmi? Hop. Minnatdormiz. Diqqat qilasiz unda. Onajon, umringiz o'tsin farovon, ko'nglingiz doimo quvonchga to'lsin. Ezgu tilaklarim sizga bir jahon tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Alloh yo'lingizni aylasin ravon, umringiz chinorlar umriday bo'lsin. Baxtimga sog' omon bo'ling onajon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum mening mehribonim, bebahoyim, chiroyligim, aziz oyijonim. Sizni bugungi quvonchli kun, tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etib qolaman. Allohim umringizni ziyod etsin. Avvalambor meni mehr bilan oilangizga qarshi olganingiz uchun, kelin emas balki qizim deganingiz uchun, farzandlarimga mehr berganingiz uchun, shunday o'g'lingizni dunyoga keltirib ulg'aytirib menga ishonib topshirganingiz uchun sizdan cheksiz minnatdorman. Sizga cheksiz tashakkurlarimni aytaman. Doimo yonimizda bo'ling. Sizni duolaringiz, maslahatlaringiz, mehr, muhabbatingiz bizga baraka, fayz va tinchlik olib keladi. Alloh umringizni fayzli qilsin. Biz farzandlaringiz davrasida ko'p yillar yashang. Aziz oyijonim, men uchun juda ham qadrli va ardoqlisiz. Men sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Sizdek mehribon oyijonim borligidan cheksiz faxrlanaman. Bugungi unutilmas kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan sizni yana bir bora muborakbod etib qolaman. Bo'lsa hamki yomg'ir yoki dol, baxtim kulgan shukr qilaman. Onam degan eng yaxshi ayol qaynonamni yaxshi ko'raman. Yarqiragan asli peshonam, ular borki qasr koshonam. Mehribonam ikkinchi onam, qaynonamni yaxshi ko'raman. Ishonchlarini doimo oqlay, gap so'zlari asalday, bolday, ko'rinishi 18 yoshday qaynonamni yaxshi ko'raman deya ushbu ajoyib bo'lgan tabriknomalarni bizning loyihamizga sizni juda ham qattiq yaxshi ko'rib qadrlovchi, mehribon, qadrli bo'lgan keliningiz Nargizaxon opamiz hamda
Jamiki mehribon farzandlaringiz, nabirajolaringiz ushbu tabriknomalarni siz tomon yo'llab qolishibdilar onajon. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, sizlarning ham umringiz ziyoda bo'lsin. O'xshab yuringlar, sog' salomat iloyim. Ilohim. Rivojini omadini bersin, sen boldarni baxti kamolini ko'rib yuring, sog' bo'ling, salomat bo'ling, yaxshi to'ylar qilinglar iloyim bolaman. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Rahmat sizga ham salomat bo'ling. Onajonim umringiz ziyoda bo'lsin. Yana bir bora bugungi unutilmas kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin onajon. Salomat bo'ling. Ladies and gentlemen, today Jasmine Singer and Kaynana. Qaynanam, canım qaynanam, yoqimli so'zlaring bolim qaynanam. Qaynanam, canım qaynanam, voy asalim bolim qaynanam. Xonadon qirolichasi xonim qaynanam. Uyat bo'lar agar so'zin ilmasam, uy yumushlarini bilmay qiynasam, indamas gohida erta turmasam, voy mani kechirib charchamas qaynanam. Voy mani kechirib charchamas qaynanam. Qaynanam, canım qaynanam, yoqimli so'zlari bolim qaynanam. Qaynanam, canım qaynanam, voy asalim bolim qaynanam. Xonadon qirolichasi xonim qaynanam. Boshdagi ro'molingiz turar yarashib, yurasiz bizlarga mehr ulashib. Sizga hech kimni kuchi yetmas kurashib, sizga hech kimni kuchi yetmas kurashib. Davringiz keldi, davr suring qaynanam. Davringiz keldi, davr suring qaynanam. Qaynanam, canım qaynanam, yoqimli so'zlari bolim qaynanam. Qaynanam, canım qaynanam, voy asalim bolim qaynanam. Xonadon qirolichasi xonim qaynanam.